havolar ham isiyapti. Uyda ichini remont qilib qo'yib, keng zallarda, chiroyli remontli joylarga chiroyli lyustralar yarashadi. E'tiboringizni tepaga qaratmoqchiman. Mana tepaga qaranglar, lyustralarda bizda har xili bor, xilma xili bor. Xullas, zalingizga u aboy bo'ladimi yoki qanaqadir high-tech uslubidami mos qilib lyustra tanlasangiz bo'ladi. Mana tepadagisini qarang. Endi buni hozir chirog'ini yoqqanimiz yo'q, lekin qanaqa chiroyli ko'rinishini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Endi agar zalimiz studiya formatda, studiya holatida uyimizni remont qilganmiz desangiz, mana studiya uchun ham bizda alohida takliflarimiz bor. E'tibor bering, high-tech uslubida chiroyli patologiyaga yopishib turadigan lyustralar. Bundan tashqari, hozir mana bu rosa moda bo'lyapti, yangi qurilib turgan uylarda, domlarda mana shunaqangi uslubdagi lyustralarni qo'yishyapti. Endi agar bizda kafe bor yoki qanaqadir tashkilot yoki ofisga qo'ymoqchimiz desangiz, chiroyli bezatish uchun bunaqangi deyarli bo'yingiz teng, qo'lingizni tagiga, boshingizni oldiga tushib turadigan lyustralarni ham bemalol olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, devorga yopishtirib qo'yadigan yoki patologga yopishib turadigan mana orqa tomonda chiroyli qilib mana xohlaganingizcha bularni spalningizga qo'yib qo'ysangiz, ko'zingizga chiroq nuri tushmaydi. Umuman ortiqcha buni yoqiqligi ham, o'chiqligi ham bilinmaydi, lekin boshqacha atmosfera berib turadi. Sizlarga shunaqa lyustralar kerakmi? Bizda 100 dan ortiq lyustraning turlari bor. 150 ming so'mdan boshlanadi, u yog'iga ketaveradi. Qanaqasi kerak bo'lsa, bizga bemalol mana shu raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki Chag'aldagi Stroy bazaga kelib, o'zingiz tanlab, narxini talashib olib ketishingiz mumkin. Hammaga rahmat.